Assalomu alaykum hammaga. Charchaymizlarmi? Sizlarni Maklar Akmal. Obuna bo'lib kuzatayotganlarga rahmat. Obuna bosmaganlarga obuna qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarga yaxshi arzon uylarni taklif qilishda davom etaman. Hozir kelgan joyimiz Toshkent shahar, Mirabatskiy rayon, Qo'yliq 4-massiv bo'ladi. Aring, tir, Kanichka bo'ladi. Mana bu avtobusda to'xtash shoxobchasi bo'ladi. Mehmonxona bor, avtobusda to'xtash shoxobchasi bor. Bitta oстановkadan keyin, ya'ni 200 metr, 100 metrlardan keyin Qiyot, adashmasam, Matonat buni Qiyot metrosi bor. Shunaqa chiqib boriladi. Mana shu ko'chaga kirib kelsanglar, 4 etajli domni 4-etajida 2 xonali uy sotilyapti. Mahallada, mana shu rayonda 2 xonali uylar 55 mingdan 65 minggacha etajiga, remontiga qarab sotilyapti, narxlanyapti. Men bugun sizlarga beradigan, taklif qiladigan uyim juda arzon, o'ta zaril sotilyapti. 2 xona, 4 etajli dom, 4-etaj. Ekranga ham rasmdan chiqazaman, mana birin-ketin ko'rsanglar bo'ladi. Rasm akatsa Telegram kanalida bo'ladi. Uni ham описаниеda silkasini qoldiraman. 2 xona, 4 etajli dom, 4-etaj. Xonalar alohida, frantsuzskiy planirovka, 2/6 balkon, 58 kvadrat metr kadastr o'zida yozilgan. Yuridik egasi bitta, 2-3 odam nomiga olinmagan, bitta odam nomida. Propiskada begonalar yo'q. Yana nima? Xudo xolasa, men qilayotgan taklifga uy sotib olsanglar, kam bo'lmaysizlar. Arzon olgan bo'lsa, ijara tashlab qo'yish uchun ham zo'r, investitsiya uchun ham zo'r, mahalla ham zo'r. Qo'yliq bir qadam, metro bir qadam, avtobusda kanichkasi bor. Misol uchun, metro bormaydigan joylarga avtobuslar boradi. Shu yerga chiqsanglar, avtobusga yetib olsanglar bo'ladi. 4tadan ko'p, 6ta, 7ta avtobus shu yerga kelib to'xtaydi. Narxi 52 ming. Yana o'tadigan joyi bor, ozgina o'tadigan joyi bor. Endi haqiqiy xaridor bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib beraman. Hujjatlarda, notariuslarda hammasini o'zim qilib beraman. Boshdan oyoq yoningizda turaman. Pastda o'zimning nomerimni yozib qoldiraman. Telefon qilaverasizlar. Rasm akatsa Telegram kanalida 58 kvadrat, 52 ming. Frantsuzskiy planirovka, 2/6 balkon, xonalar alohida. Remont o'rtacha birlamchiga kirib yashasa bo'ladi. Kelajakda remont qilsanglar bo'ladi yoki sotib olib remont qilsanglar ham puliga arziydigan uy. Ijaraga keladigan bo'lsak, ijaraga tashlab qo'yadigan bo'lsanglar, pustoy holatida $300 qo'yasizlar. Qo'yib bergan mebel texnikalarga qarab narx oshaveradi. Qimmat mebel texnika qo'ysanglar, qimmatidan qimmatroq qo'yasizlar. O'rta holdagi mebel texnika qo'ysanglar, $350 ham qo'ysa bo'ladi. Sizlar Maklar Akmal, obuna qo'yish sizlardan chiqmasin. Xizmatlar bo'lsa ko'rasizlar, pastda telefon nomerlar bor. Aytgancha reklama xizmatlari ham bor. Maklerskiyga u kim qiynalsa, maklerskiy puliga misol uy sotilayotganda, sotuvchidan biz maklerskiy pul olamiz. Maklerskiy u kim qiynaladigan bo'lsa, arenda takka reklamani ham gaplashaveramiz. Xudo xolasa kelayotgan shanba kuni men uy bozoriga chiqaman. Uy bozorida uchrashamiz.